Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turib-atamsizlar. Bugun 1-oyning 11-kuni. Amerika Oqsaroy orbitida e'lon qilgan bayonotda Prezident Trump apandim jiddiy ahvolga taqobil turish buyrug'iga imzo etibdi. Jiddiy ahvolga taqobil turish buyrug'ining asosliq mazmunlari bo'lsa, 2021-yili 1-oyning 11-kunidan 2021-yili 1-oyning 24-kuniga qadar Amerika Washington DC shahri jiddiy holatda turdi ekan. Yana bunday qilib aytganda, Amerika davlatining 59-navbatlik prezidentlik vazifasiga o'ltirish marosimi, ya'ni necha vaqtdan beri Joe Bidenni prezidentlikka o'tqazish jiddiy ahvoli yuz berdi. Bu yerda demoqchi bo'lganimiz, Joe Biden apandim prezidentlikka o'tirdi ekan degan gap emas. Hamda Prezident Trump apandim buyruq tushirib, Amerika Qo'shma Shtat hukumatı mazkur rayonning munosabatli xizmatlarini yaxshi bartaraf qilish uchun yordam berish harakatiga o'tdi ekan. Amerika Qo'shma Shtat ishlarini bartaraf qilish boshqarmasiga huquq berilibdi. Hamda mazkur rayonning jiddiy ahvolini bartaraf qilish uchun Davlat bexatarlik ministrligimi mos qadamda hamkorlashdi ekan. Davlat bexatarlik ministrligining Baş ministrini tunugan Prezident Trump apandim huquqidan elib etib, Prezident Trump apandimni qo'llaydigan ma'mur ministrini baş ministr qilib bekitdi. Hamda Washington shahri va Washington DC shahridagi aholilarga va xalqlariga yordam xizmatini ilib bordi ekan. Xuddi ofatga uchragan rayonlarga yordam qilgandek. Amerika Qo'shma Shtat hukumatı ofatga uchragan rayonga sarf qiladigan 40 milliard Amerika dollari pulini ishlatishga ruxsat qildi. Bu iqtisod orqali davolanishga munosabatlik uskunlar, bemorlarni yo'tkash transport ishlari va boshqa asalalar qatorliq Amerika fuqarolarining hayoti, bexatarligi va mol-mulkiga kafolatlik qildi ekan. Amerika Qo'shma Shtat davlat ma'muriy huquq xizmatlarining normal davomlashishiga alohida tadbir qo'llandi ekan. Demak, Amerika Washington DC shahrida alohida ishlar yuz berdi degan gap. 2 kunning oldida DC shahriga xeyli ko'plagan tinchlikni saqlash davlat armiyasi kirib bo'lgan. Bugungi xabarga qaraganda, yana 15 ming qurollangan davlat armiyasi Washington shahriga kirgan. Tunugun tarqalgan xabarda Prezident Trump apandim to'polonga qarshi turish qonuniga imzo atgan. To'polonni tinchitish qonuniga imzo atdi degan xabar Sobiq Amerika armiyasining dengiz yelpiz atrotida vazifa o'tagan Michael Jack apandim xabar qilib tarqatgan. Washington shahri ichidagi Reagan aeroporti butunlay taqalgan. Washington shahar havo bo'shlig'imi butunlay qamal qilingan. Undan boshqa Pokiston davlatida tok to'xtab ketgan. Buning sababi Amerika davlatining davlat halqigan General Electric shirkati, qisqartib GE shirkati. Bu shirkat yuqori texniklik turbina motor va turbina motor texnikasini yana bir atilishi yuqori texnikalik ichidan yonadigan dvigatel motor deb atildi ekan. Mazkur motorni Xitoy davlatiga 5 milliard 400 million Amerika dollariga sotmoqchi ekan. To'xtam tuzish, savdo qilish jarayoni Pokiston davlatida ilib bormoqchi ekan. Amerika urush aeroplanlari har xil tipdagi tikuchar aeroplanlari mushu GE shirkatining motorlarini ishlatgan. O'tgan 15 yil ichida Amerikaning ta'sir doir ichida bo'lgan yer shari xarakterlik davlatlarda ishlatilayotgan F-15, F-16 qirg'uvchi aeroplanlarning asosliq motorlarining %70% dan %86% qadar mazkur GE shirkatining motorini ishlatgan. Amerika armiyasida ishlatayotgan tikuchar aeroplanlarning %70% motorlarimi mazkur GE shirkatining motori ekan. Agar Xitoy davlati GE shirkatining motorlarini va motor yasash texnikalarini va GE shirkatini sotib olsa, bu chaqda Xitoy davlati yaqin vaqt ichida Amerika davlat armiyasi bo'libmi Amerika havo armiyasiga xiris ko'stalaydigan kuchga aylandi ekan. Xitoy hukumatı Nancy Pelosi xonimning kompyuteri yutgandan keyin darhol Pokiston davlatida bu sodini puturib etmoqchi bo'lgan. Prezident Trump apandim bu ma'lumotdan xabar topgandan keyin o'zining tuzgan planini 3 kun burun boshlab etgan. Mana bu sababdan Pokiston davlatida tok to'xtab ketgan. Berlin shahrining bir qism rayonlaridami tok to'xtab ketgan. Aytishlariga qaraganda Amerika davlati
yer shari xarakterlik havodan, quruqlikdan dengizga qadar keng doirada kuzatishni boshlab o'tgan. Hamda Amerika davlatining chegara rayonlaridagi chiqib kirayotgan odamlarni qattiq tekshirib, nishonga ilingan bir qism odamlarning chet elga qechib chiqib ketishining oldini olgan. Prezident Trump apandim Amerika Kongressida qayta prezidentlikka o'tirish marosimini o'tkazmay, balkim o'zi xizmat qiladigan Oqsaroyda ikkinchi qitimliq prezidentlik vazifasini o'tash marosimini o'tkazish ehtimolligi cho'nkan. İtaliya prezidentini qo'lga olgan Vatikandagi bosh papani qo'lga olgan xabarlarning rost yolg'onligi texi aniq emas ekan. Demak, Amerika davlati hozir urush holatida ekan. Undan boshqa Angliya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya, Kanada qatorliq Amerika davlatiga moslashgan holda urush holatiga o'tib yetibdi. Prezident Trump apandim burunqi vaqtiga qaraganda hozir texmi huquqli ekan. 13 числа çarşamba kuni Prezident Trump apandim texmi keng doirada harakat qilishni boshlaydi ekan. Amerika davlat mudofaa armiyasi Prezident Trump apandimning Amerika davlat armiyasiga qo'mondonlik qiladigan to'liq huquqiy ega hamda Amerika davlatining atom qurollarini ishlatadigan ochquchi Prezident Trump apandimning qo'lida deb e'tirof qiladi ekan. Demak, Amerika davlatining davlat armiyasi Prezident Trump apandimning qo'lida ekan. Agar Joe Biden bu qitimqi saylovda g'alaba qilsa, Amerika hukumati sotsializm tuzumiga yugurib kirib ekan. Chunki Joe Biden apandi va Joe Biden apandimni qo'llayotgan kuchlarning ideyasida marksizmning sotsializm, kapitalizmning o'rnini elish kerak degan so'zi qattiq ta'sir qilgan ekan. Ya'ni kelib butun dunyodagi davlatlar taraqqiy qilib sotsializm davlatlarga aylanadi deb qaraydi ekan. Bundaq falsafa necha 100 yildan buyon plan qilinib kelayotgan ekan. Ochiq qilib aytgan chaqda millionlagan odamlar oz sondagi odamlarning boshqurishida turish kerak ekan. Amerikaning davlat otisi bo'lgan Washington apandimning mundaq bir so'zi bor ekan. İnsanlarning so'z erkinligini boqqan hukumatni mundaq 3 turlik o'lcham bilan qarash kerak ekan. U aslida nachar ishlarni qilgan, boshqalarning ta'kidlashidan ansiraydi. U hozir nachar ishni qilyotidi, boshqalarning tanqid qilishidan qo'rqidi. U nachar ishni qilmoqchi, boshqalarning oshkorlab etishidan ansiraydi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.